Assalomu alaykum hammaga. Bugungi suhbatimiz ikkinchi suhbat demak, boylikka keltiruvchi yo'l deb hisoblaymiz. Demak, eng katta boyligimiz bu bizning sog'lig'imiz. Sog'lig'imizga demak ikki taraflama qarashimizga to'g'ri kelyapti. Bunga majburmiz. Bunda hozirgi aytadigan xulosalarim, fikrlarim aynan bitta insonning fikri emas, bir necha olimlar, professorlarning fikrini sizlarga aytib o'taman. Men to'g'risi ilmim ham, bilimim ham o'ta yuqori emas, oldindan aytishim mumkin. Shunchaki men olimlarning fikrini bitta qilib sizlarga aytishga harakat qilaman. Xo'p, bu salomatlikka eltuvchi yo'lni barcha din vakillari o'zicha talqin qiladi. Xo'p, qanaqa talqin qiladi deydigan bo'lsak, juda ko'p holatlarda tanani ikkiga bo'lishadi. Tana ikkiga bo'linishi qanaqa bo'ladi? Demak, jasad bilan ruhni ajratib olishadi. Jasadda demak o'zining organlari bor deb aytiladi. Bular qaysilar? Jigar, oshqozon, yurak, deylik o'pka, ichaklar, yana bosh miya masalan. Endi ruhi ham o'ziga yarasha organlari bor deb beriladi. Bular qaysilar deyilsa, iymon, insof, vijdon, nafs, yana takdalikka turadi. Xo'p, endi har birini ko'rib chiqilishi hamma dinda har xil ko'rib chiqilgan. Masalan, bu ruhi organlarini buddistlar, ya'ni xitoyliklar yoki hindistonliklar bo'lishi mumkin. 7 ta chakraga bo'lib o'rgangan. Ya'ni chakra degani 7 ta chakra nuqtaga bo'lib o'rganishgan. Bittasi bosh miyadan sal yuqoriroqda, ikkinchisi tomoqda, uchinchisi yurak sohasida, to'rtinchisi qovoqda, keyingisi oyoqda, beshinchisi demak oyoq ostida deb hisoblashgan. Xo'p, boshqa yana bir olimlar, bular boshqa din vakillari yoki aralash din vakillari deb men uni aytardim, chunki ba'zisi xristian bo'lsa bu xulosani berganlarning ba'zilari yana boshqa din vakillari. Xo'p, ular nima deydi? Insonni 7 qobiq o'rab turadi deydi. Har bir qobiq o'rtasida 1 metrdan 5 metrgacha demak masofa bor. Birinchi qobiqqa jismoniy tana deydi. Ikkinchi qobiqqa efir, uchinchisini astral tana, ya'ni yulduz qobig'i deydi. To'rtinchisi demak mentalniy, beshinchisi kauzalniy, budxichskiy va atmichskiy qobiqlarga bo'lib olingan. Har bitta qobiqqa demak ular juda qattiq hurmat qilish kerakligi va uni asrab avaylanishi kerakligi haqida so'z yuritishadi va talab qilishadi. Bu berilgan hamma narsani islom dini rad qiladi. Nega? Islomda demak necha ming yillar oldin bu gaplarning hammasi aytib ketilgan. Masalan, qobiqlarni yoki chakralardan boshlaylik. Chakralarning har bittasi har bir organga demak javob beradi. Deylik, mana shu qismdagi chakra yaxshi ishlamasa, u yurak, qon tomir, limfa kasalliklarni keltirib chiqadi, ya'ni limfalardagi muammolarni keltirib chiqazadi deb hisoblaydi. Yana boshqa chakralar ham xuddi shunaqa o'z tegishli organlarga ega. Masalan, bizda doktorga borsangiz, qat'iy og'riyapti deydi. Mana shu qismim og'riyapti. Nima bo'ldi? Mana shunaqa bo'ldi deb aytilib, va unga davo beriladi. Boshqa shu deylik buddizmda bu boshqacha talqin qilinadi. Masalan, borganida qat'iy og'riyapti. Mana shu joyim og'riyapti. Yaxshisani, mana bu chakrangda demak buzilish bor. Bu chakrani davolash uchun birinchi navbatda sport mashg'ulotlari yoki ruhiy holat bilan ham davolash mumkin. Ruhiy holatiga demak ular to'g'ri tavsiyalar berishadi. Oldin mana shunaqalarni qilib ko'r. Chiqasan, to'g'ri nafas olasan, jismoniy mashq bilan shug'ullanasan yoki mana bu ishlarni qilasan. Agar yana tuzalmasang, keyin kelasan. Odatda 90% bu berilgan tavsiyalar ish berar ekan ularda. Shunchaki yotqizib olib antibiotik qilib yoki kapelnitsa ulab tashlamas ekan ular. Xo'p, endi qobiq boyiga aralash din vakillari tavsiya qilgan qobiqni ko'raylik. Har bir qobiq o'ziga yarasha nima deydi, ruhiy holatni belgilab berar ekan. Keling, qisqacha o'qib beraman. Dunyoga to'g'ri qarash birinchi qobiqimizda, to'g'ri ovqatlanish, sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanish. Bundan tashqari qomatni tik saqlash, odamiylikni, ya'ni insonparvarlikni saqlash, tanani sog'lom tutish. Bundan tashqari tanani issiq saqlash yoki sovutish, nafas olish, deylik mana astral, sezgilarni boshqarish, boshqalar bilan bo'lgan energiya almashinuvi, boshqalarning ta'siri, alkogol yoki nikotin, narkotiklarni aynan shu astral tanaga zarari haqida gapiradi. Bundan tashqari mentalniy, bizning o'ylarimiz, shubhalarimiz, gumonlarimiz, bundan tashqari uyquni buzilish sabablarini ham mana shu mentalniy tanadan to'g'rilashar ekan. Ya'ni bizning 4-qavat qobig'imizni ko'rib chiqib, bizning jismoniy holatimizni yaxshilab berishar ekan. Bundan tashqari 5-si kauzalniy tana deyiladi. Demak, qabul qilish va berish. Bu misol uchun shu kungacha hayotidan o'tkazganlari, ya'ni ong ostidagi yoki aytishadi-ku, jarohatlari bo'ladi-ku, shunaqangi jarohatlari va kelajakka bo'lgan qo'rquvlarini davolash orqali ham tanani ba'zi organlarini, ya'ni jismoniy tanani ba'zi organlarini davolashar ekan. Bundan tashqari budxichskiy tana bor ekan. Demak, bu talantingizni, ideyalaringizni, emotsiyalaringizni yoki ishonch, keyin yana bo'ladi-ku, aniq bilasiz nimadir bo'lishini. Mana shularni demak
rivojlantirib berar ekan. Ya'ni bular orqali mana shular buzilsa ham sizda aniq ishonchingizni yo'qotib qo'ysangiz yoki ichki hissiyotlaringizni yo'qotib qo'ysangiz ham sizni jasadingizda kasalliklar yuzaga kelar ekan. Xo'p, endi atmitskiy, ya'ni tana va ruhi his qilish kerak ekan inson ularda. Keyin agar shuni his qila olsa, odam o'zida iroda, ishonch, o'ziga o'zi bo'lgan ishonchi va kelajakka qarab yurishi, ya'ni to'g'ri yurishini ta'minlab berar ekan. Endi siz tasavvur qiling, ikkita bir kasallik bilan ikkita doktorga murojaat qilyapsiz. Deylik, o'zimizni doktor yoki tabiblarga murojaat qilganingizda, qat'iy holatda mana buni ichsang yaxshi bo'lasan deydi. Yana boyidagi agar bu din vakillariga murojaat qilsangiz, ular umuman doridan boshlaydi hech narsa. Mana xohlayotgan narsam xuddi shu. Dorini, lecheniyalarni, organlardagi muammolarni keyingi o'ringa surib turishimiz kerak vaqtincha. Chunki ruh masalasi bizda juda ham og'ir masala. Hech kim ruh bilan ishi yo'q. Nimaga ishi yo'q? Mana bu o'zi har bittamizda bo'layotgan narsalar bular. Ruhi mana shu savodsizlikdan kelib chiqyapti deb hisoblayman. Mana ruhimizning holatini qarang. Bizga kasallar keladi. Juda ko'p kasal keladi. Shifo istab kelishadi. Ular xohlaydi tuf qilish kerak, agar tuzalib qolish kerak edi. Shunaqa xohlashadi. Bunaqa iloji yo'qligini o'zlari ham bilishadi, bunaqa narsa yo'qligini ham bilishadi. Nima deydi? Ixlosi yo'qda kelganlarni. Ixlosi yo'q. Juda og'ir kasal. Shu vrachlar javob beravergan, bo'lsan bo'lasan deb jo'natib yuborishgan. Endi kelgan mayli tabibga ham bir borib ko'ray, qilmagan ishim qolmadi deb aytishim uchun ham deb o'ylasa kerak edi. Keyin kelishadi, lecheniyalarni olishadi, 1 million, 2 million, 3 million pul to'lashadi. Keyin olib ketishadi, lecheniya qiladimi, qilmaydimi, unisini bilmayman. Tuzalish masalasi ham xuddi shunaqa. Oddiy suvni, demak, ixlos bilan ichsa ham odam tuzalishi mumkin aslida, lekin ixlos masalasi juda og'ir bizda. Bundan tashqari ruhiy shikastlanishlar juda ko'p bizda. Tashqi ta'sir juda ko'p bizaga o'tadi. Masalan, palon tabibga borish, masalan, chiqdi mana. Ha otam deydi. Ha otam deb bitta silab qo'ysa tuzalib ketdi. Endi shunga borayotganda tasavvur qiling. Siz yo'lga chiqdingiz, shunga boraman, aniq boraman, shu meni davolaydi. Ishonaman men shuni davolanishiga deb bordingiz. Yo'lga chiqdingiz. Yo'lda sizga agar men shuni unga ketyapman desangiz bor-ku, qo'y o'shani, g'irt mashinnikku deydi. Nima qilasan deydi. Unaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi. Bu borgunizcha ishonchingizni o'ldirib bo'lishadi-da. Demak, odamning qat'iyatliligi ham juda muhim. Qat'iyatliligi ham bu ruhimizni bir organi deb berishadi va aynan o'sha qat'iyatlik ham bitta bizning muammolarimizdan bittasi. Bundan tashqari asablarimiz, jahlimiz, ongimiz ma'lum muddatda rivojlantirib turishimiz kerak. Masalan, ongni rivojlantirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ko'p fikrlashimiz kerak. Balki kitob o'qishimiz kerakdir, balki qanaqadir foydali ma'lumotlar tinglashimiz, ko'rishimiz kerakdir. Bundan tashqari yana ba'zi nimalarda keladi. Masalan, mana shu yerda ham aytibdi, mentalniy. Yo'q, kechirasiz. Astral sezgilar, ya'ni boshqalar bilan energiya almashinuvi, boshqalarning ta'siri, bu hammasini yaxshilash uchun odam ibodatda bo'lishi kerak ekan. Bular o'zligi aytishyapti. Mana shu g'ayridinlar aytibdi, ko'proq ibodat qilsang, senga juda ham foydali bo'ladi. Sen har bitta nuqtalaring, demak, joy-joyida ishlaydi deyapti. Va tana sog'lomligi ham bo'ladi. Endi biz o'zimizni islom dinimizda nima targ'ibotlar beriladi, bitta e'tibor beraylik. Demak, erta yot, erta tur, normada 6 soatdan 8 soatgacha uxla, bomdod namozida tur, to'g'ri ovqatlan, to'g'ri yot, to'g'ri tur, birov g'iybat qilma, birov bilan ishing bo'lmasin, tashqi olamga to'g'ri qara. Miyangga negativ fikrlarni yig'ma, prosta Allohga tavakkul qilib qo'yur bo'ldi. Benzin buncha bo'lib ketibdi desa, demak sen qayg'uga tushma. Hammasi aytilyapti bizga, hammasi aytilyapti, lekin baribir nimagadir bizda shu narsalar juda problema. Men nimaga o'tgan safar Instagramni va boshqa sotsiyetlarni bloklashinglarni so'radim. U yoqda mana shu bizning nuqtalarimizga ta'sir qilayotgan, ya'ni buddistlar tili bilan aytganda bizning nuqtamizga ta'sir qilayotgan ta'sir manbasi, demak, o'sha sotsiyetlar deb hisobladik. Faqat buni endi yoritib bera olmayman. Kimlar agar udalik qilgan bo'lsa, ular hozir manfaatda deb hisoblayman. Xo'p, endi agar tasavvur qilaylik, bizning chakralarimiz, ulan tili bilan aytganda chakralarimiz va qobiqlarimiz hammasi 100% juda zo'r ishlab tursa, qanaqa bo'ladi? Demak, jismoniy sog'lomlikka erishamiz birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bizning g'ayratimiz oshadi. Uchinchi navbatda nimadirlar qilishimiz kerak. Eng qizig'i sevimli mashg'ulotlarimiz bilan shug'ullanamiz. Kimgadir rassomchilik, kimgadir pianino chalish yoqadi, lekin hayotida pianino chalib ko'rmagan. 50 ga kirdi, 40 ga kirdi, 60 ga kirdi, pianino haligacha chalib ko'rmagan, lekin o'sha odam hozir o'zida, masalan uchun, hamma ishini tark qilib, pianino chalishga borsa, o'shandan hozir ham zo'r pianist chiqadi. Bu shaxsiy fikrim. O'ylamanglar, bu qanaqadir targ'ibot ishi emas. Doimgidek meni fikrimga qo'shilmaslik bizlarning ishinglar, o'zinglarning xohishinglar va o'zinglarning tanlovinglar. Lekin ichki, demak, ishonchimizni, ichki
xotirjamligimizni, bundan tashqari g'ayratimizni, kelajakka bo'lgan ishonchimizni oshirish uchun avvalambor o'zimiz yoqtirgan, o'zimiz sizga ma'qul bo'lgan narsalarni, ya'ni ishlar bilan shug'ullanishimiz kerak deb hisoblayman. Bundan tashqari odamlarning ta'siri bor, juda ham kuchli ta'siri bor. Masalan, boya aytganimizdek, bir yomon odamga qo'shilsa, deydi, o'g'riga qo'shilsa, o'g'ri bo'lasan deydi, boyga qo'shilsa ham boy, kambag'alga qo'shilsang, kambag'al, kasalga qo'shilsang, kasal bo'lasan deydi-ku. Demak, bu auralar 5 metr oraliqdagi masofada bir-biriga ta'sir qilar ekan. Imkon qadar yon-verimizga juda qattiq qarashimiz kerak. Bu sog'liqning eng global formulasi deb hisoblayman. Sog'lom odamlar bilan yurish kerak, sog'lom fikrli odamlar bilan yurish kerak. Bundan tashqari harakatchan insonlarga qo'shilish kerak. Shunda siz ham harakatchan bo'lasiz. Agar uyquchi odam bo'lishni xohlasangiz, uyquchilarga qo'shiling, maza qilib qo'yasiz. Rostdan gapim. Yo bo'lmasa g'irt nima deydi, ishyoqmas, lekin telefon o'ynayotgan odamga qo'shilsangiz, faqat telefon o'ynaysiz. U sizni chunki qiziqtirib qo'yadi. Men bu o'yinni skachat qilgan, men zo'r ekan, men qara, men qilaman, men qilaman. Mana shunaqa qilib sekin-sekin olib kirib ketadi. Bu endi oddiy tuyulishi mumkin, hamma gapirayotgan gaplar tuyulishi mumkin, lekin buni sizlarga qanaqadir harakat qilman, tubdan ko'rsatishga. Bu juda ham muhim, o'ta muhim sog'lig'imizga. Hozir misol uchun jigar faoliyati yaxshi bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bizda, qonni yaxshi filtrga bermayotgan bo'lishi mumkin yoki og'riqlar yoki ustiga kapsulasi qotgan bo'lishi mumkin yoki umuman sirroz darajasiga yetgan bo'lishimiz mumkin. Lekin mana shu jigarni yaxshilashimiz uchun xohlang buddistlar aytgan ish qiling, xohlang islom targ'iboti bo'yicha boring, xohlang o'zingizni ichki ishonchingiz bilan ish qiling, shu jigaringiz tuzaladi. Men sizga aytaman, tuzaladi. Buni chunki mendan ko'ra aqlli, bilimli, umrini mana shu yo'lda sarflaganlar aytadi. Men shunchaki ularning gapini sizga bitta qilib yig'ib aytaman. Endi qanaqa qilib o'zidan tuzalmaydi? Yana qaytadan tushuntiraman. Ishda bu gap so'zlar ko'paymasligi uchun. Demak, biz 7 ta qobig'imizni yaxshilashimiz kerak yoki 7 ta nuqta chakramizni yaxshilashimiz kerak. Shunda jigarimiz ham sog'lom bo'ladi. Masalan, to'g'ri yeb ichishni boshlaymiz. Hozir hamma aytadi, dietolog ham aytadi, tabib ham, doktor ham dieta. U nimaga dieta deyotganini bilishi, bilmasligi ahamiyatsiz. Faktda to'g'ri ovqatlanish boshlashi o'zi. To'g'ri ovqatlanish kerak deb aytishmayapti-da ular. Dieta. Asli to'g'ri ovqatlanish deb nom bersak, unga yaxshi bo'lardi, xudo xolasa. Keyin bundan tashqari ibodat, tahorat, Allohga ko'p zikr qilish, deylik Qur'on o'qish, halovat, taskin, hammasi biz uchun juda ham muhim. Aynan mana shularni olsak, bizda juda yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana endi jigarimizni yana ham yaxshilashimiz uchun tasavvur qilaylik, aynan to'g'ri ovqatlanishni o'zidan, demak, bizga salomatlikka birinchi qadamimiz deb hisoblaymiz. Demak, jismoniy faoliyatimizni ko'paytirishimiz ikkinchi qadamimiz deb hisoblasak, общение, ya'ni kasalxonada yotgan bo'lishimiz mumkin. Misol uchun, kasalxonadagi общениyalarni to'xtatib turishimiz kerak bo'ladi. Masalan, yoningizdagi odam kasal, o'zi dunyodan norozi, juda ham bir muammosi ko'p, bolalari ham bir nima, bizga shu kerakmi hozir? Kerak emas. Demak, ular bilan общениyalarni to'xtatishimiz kerak. Faqat tilimizni zikrga o'tkazib olsa, ular bilan общенияni to'xtatamiz. Demak, ongimizdan dam olishni boshlaydi. Har xil o'y fikrlardan qutulamiz. Endi bizda yana bizni chalg'itishi mumkin bo'lgan Instagram, Telegram sotsaytlar. Eng muammoyimiz o'zi shu. Mana shulardan ham qutulganmizni tasavvur qilaylik. Endi olib kelinayotgan hamma ovqat, misol uchun kasallik ko'rgan kelayotgan odamlar ovqatini tasavvur qiling, nimalar olib kelishadi. Ularni hammasini yeyishimiz kerakmi yo yeyishimiz kerak emas. Bundan tashqari biz o'zimizga bu ichki ishonchimiz va kelajakka to'g'ri baho berishimiz. Misol uchun ichki ishonch deganda biz tuzalib ketishimizni qat'iy o'zimizga o'zimiz talab qilib qo'yishimiz va ishonishimiz muhim. Men aniq tuzalaman, hali meni shuncha ishim bor. Falon pismadon, mana ishlarni qilishim kerak. Men hali o'ladigan vaqtim yo'q. O'lish menga emas, hali yuraveraman. Doktor, vaqtim ketyapti, umrim ketyapti deb odam o'ziga o'zi takoy g'ayrat berish kerak-da. Doktor kirganda ham, doktor, men yotaveraman, qilsang lecheniyan tez-tez qilgin. Men ketishim kerak. Men unaqa odam emasman, men yotadigan. Men soppa sog' odamman, bilmayman. Qayerdandir men jigarim kasal dori, qo'rqmasdan. Yo qayta tekshirib ko'r desangiz, o'zi mana shu o'zida sizni og'zingizdan chiqqan gapingiz ong ostiga buyruq bo'lib boradi-da. Sizga o'sha jigaringiz signallar orqali bitta tuzalib qolishi ham mumkin. Bu Allohning ishi bu. Bu nima deydi? Ichki ishonch bor narsa. Yo'q narsa emas hech qaysi. Va yana bo'ladi shunaqa odamlarni men ko'p ko'raman. Voy, kasal bo'lib ketyapman, voy, mazam bo'lmayapti. Voy, amnaqa, voy, bunaqa. Yo bo'lmasa yana bor shunaqalar, shu men kasal bo'laman deb turishadi, bitib kasal bo'lib qolishadi. Yana shunaqa holatlar bor, semirib ketyapman, ozib ketyapman deb o'tirishadi. Mana shularning hammasini nabarotiga ishlatish kerak. Masalan, siz semirib ketyapsiz. Siz o'ylang, shunchaki o'ylamang, ishonch bilan o'ylang. Aql sizni, ya'ni asab tizimingiz ongingizga aniq xulosa bersin, siz ozib ketayotganingiz to'g'risida. Tushunasizmi? Men semirib ketyapman deb o'zingiz ishontirsangiz, yana dalish semirish boshlaysiz. Ozib ketyapman desangiz, yana dalish ozib ketasiz. Bu degani semirib ketayotgan bo'lsangiz ham, voy, ozib ketyapman, nima yesam ekan deb o'zingiz siqiltirishingiz kerak edi, ongni ishontirishingiz kerak. Shunda ong o'ziga o'zi tanaga buyruq beradi. Voy deydi, ozib ketyapman bu, davay, ozamiz dalish, ozamiz. Odam o'zini o'zi ishontirib qo'yadi shunaqa narsalarga. Endi hozir buni sizga to'g'ri talqin qilib bera olmagan bo'lishi mumkin, lekin o'zingizlar tushundinglar, menimcha.
ong ostiga to'g'ri fikrlarni jo'natishimiz kerak. Men psixologlarning hamma fikriga qo'shilmayman, lekin mana shu ong osti masalasiga qo'shilaman. Bundan tashqari meditatsiya degan narsa bor. Demak, ular buddistlar yoki boshqa dinlar, balki musulmonlar ham hammasi yoga sportini juda yaxshi bilishadi. Anaqa qilib o'tirishadi, anaqa qilib o'tirishadi. Va o'ziga meditatsiya beradi, o'sha nuqtalarini davolaydi, ruhiy holatini yaxshilaydi, aurasini yaxshilaydi. Xo'p, bizda buni hammasini ibodat yaxshilaydi, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Endi yogaga yana qo'shimchasiga borsangiz zarari yo'q. Bunga men qarshiligim ham yo'q. Xo'p, endi meditatsiya masalasida odam o'ziga o'zi to'g'ri baho berish kerak, o'ziga juda yuqori baho berish kerak bo'lsa. Dunyoda tengsizman deb bilavering o'zingizga o'zingiz. Dunyoda tengsiz odamman. Mendan aqllisi yo'q, men zo'riman. Har bitta ish qilsam eng zo'rini men qilaman. Ovqat qilsam eng shirinini men qilaman, pishiriq pishirsam eng shirin pishirig'ini men pishiraman. Mendan zo'r yo'q. Erga mendan zo'r qaraydigan yo'q deb o'zingizga o'z baho bering. Buni birovlarga maqtanib aytmayapman. Shunda ongimiz ham men eng zo'riman deb harakat qilishni boshlaydi va haqiqatda siz ochilmagan qirralaringizni ochish imkoniyatiga egasiz. Va sog'lomlikka ham, ya'ni sog'liqqa ham xuddi shunaqa baho berish kerak. Menikidan sog'lom yurak yo'q deb yuzga kirganlarni ko'rdim. Balki sizlar ham ko'rgandirsizlar. Men hali beri o'lmayman deb 120 ga kirganlarni ko'rdim. Katta gapirma deysiz. Javob o'lmayman hali beri deyishdi. Qanaqa qilib degan savollar berilsa, hech kim unga javob bera olmasligi mumkin, lekin mening shaxsiy fikrim bu o'ziga bo'lgan ishonchi va kelajakka to'g'ri baho bera olishida deb hisoblayman. Men sizlarga mana hozirdan ishonch bilan aytishim mumkin. Buni 10 ta odam ko'radimi, 1000 ta odam ko'radimi, million ta odam ko'radimi? Agar men aytganimni qilsa, o'sha odamlar qattiqdir og'riyotgan bo'lsa ham yoki hayotda qanaqadir ishonchini yo'qotgan bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, agar men eng boyiman va eng boyiman bo'laman, bir kunda chiqib kuniga $100, $10,000, $100,000 topib kelaman deb bitta ishonch sari harakatlansa, demak, o'sha natijalarga erishish mumkin. Va men xudo xolisa niyat qilib turibman va o'zimda ichki ishonchim bor. Men umuman meditsinani boshqa taraflama qarashga harakat qilaman. Men umuman ishoninglar, ishonmanglar, men bitta yozilgan kitoblarni shunchaki qo'llanma hisobida qarayapman va bitta demak men bundan qayim deyilgan ekan debgina qarayapman. Bitta voy shunaqa ekan deb qaramayman. Men har taraflama shoshmasdan 5 ta 6 ta nuqtadan qarab, qarchi men bunaqa bo'lsa, men bunaqa bo'lar ekan. O'zimiz qiynab nima qilamiz deb xulosa qilaman va sizlarga xudo xolisa men meditsinani boshqa taraflarini ko'rsataman. Eng oson, qulay usuli bilan ko'rasizlar. Dori ichib yurishlar, mana ayniqsa yurak kasallik, qon suyultiradigancha trombaz, trombopol yoki kardiomagnitlar ichishadi. Bundan tashqari yana bir necha xil dorilarni ichishadi va o'lgunicha ichishga u mahkumda, lekin undan qutulish yo'li borligini xayoliga ham keltirib ko'rishmaganda ular, bo'ldi, men doriga o'tirib qoldim deb yurishibdi. To'xta, men hali necha yoshman? Bor yo'q 60 yoshman. Onasini emsa anti 80da yengishli qotganlar bor. 90 yoshdan. Meni bir tog'am bor, bekitmayman. 64-yilmilar, 65, 1965-yil bo'lsalar kerak, hozir necha yosh bo'ladi? 70 yosh nari beri. Yana uylanmoqchilar. Uylantirsanglar yana farzand ham qo'yib beradilar-da oldinglarga. Ishonaveringlar, ko'rsanglar 50 yosh baho bermaysizlar. Juda ham yosh, zabardast ko'rinadilar. Birorta bir kasalxonalarga yotib, bir nima kasal bo'lganlarni ko'rmaganman. Men sog'lomman deydilar. Men teshib tashiyman, men любой yigitni urib yiqitaman deydilar. Men fakt, o'zingizlarda ham shunaqa tog'alar, amakilar bordir balki. Haqiqatda sog'lom, biror marta doriga tushmagan. Bizda nima, kasalman desa kasal qo'yadi, iloji yo'q. Tanaga u shunaqa signal beryapti u miyaga. Kasalman desa miya ham shunaqa ko'ryapti-da. Biz kasal ekanmiz, tez kasal bo'lamiz deydi, kasal bo'lib ketadi. Xo'p, hazil emas, aslida chin, prosta kulgili-da. Qanchalik shu holatlarga, bir nimani bilib turib qarasangiz kulgili tuyulaverar ekan. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bugunga bo'ladi. Zerikarli darajaga yetib qoldi. Xudo xolisa 3-suhbatlarimizni ham davom etamiz. Kimki gaplarimga amal qilsa, ishoninglar, har taraflama yuksaklik darajasiga chiqasizlar xudo xolisa. Bu hech qanaqa prosmotrlar uchun, podpисчиклар uchun qilinmayapti bu gaplar. Shunchaki o'zimning bilimlarimni mustahkamlash uchun bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa ko'rsin, kimga qiziq bo'lmasa ko'rmasin. Obuna bo'lginglar kelsa obuna bo'linglar, birovga jo'natginglar kelsa jo'natinglar. Jo'natginglar kelmasa jo'natmanglar, majbur emassizlar. Hech qanaqa pul mulinglar kerak emas hozircha. Lekin pul kerak bo'ladi qachondir. Chunki agar proyektni kengaytirsak, qanaqadir video montajlarni kuchaytirib, prям video obzorlar qilish, videolarda ko'rsating, animatsiyalarda ko'rsatib bering, mana shunaqa holatlarni, mana qanaqa bo'lishini desanglar, unga qanaqadir biz investitsiya ajratib, patlagadir pul sarflab qilishimiz mumkin. Bunda o'zingizlar qo'llab-quvvatlashinglarga to'g'ri kelib qoladi. Ko'ramiz. Sog' bo'linglar.